absolutno genialniy anaqa film deb hisoblayman. Nima bo'ladi? Bitta qo'li oyog'i yo'q odam bo'ladi-da. U turib Shekspirning sonetlarini o'qiydigan bo'ladi-da. Uni bitta tagoy semas sherigi bo'ladi. U ikkalasi ot aravada yuradigan bo'ladi. Bu ot haydaydi, bu orqada ketadi, qo'li oyog'i yo'q. Shahar, Dikki Zapad payti aytgancha qachonligini aytish kerak. 19-asr o'rtalari. Shahar yuradigan bo'ladi. U turib Shekspirning sonetlarini aytadigan bo'ladi. Odamlar kelib pul tashiydigan bo'ladi. 1 sent, 2 sent, ko'payib ketsa $1 tashab qo'yadigan bo'ladi. Ke oxiri ani odami kamayaveradi, u Shekspirning sonetlarini o'qiydi, o'ylab. Keyin bir kun qarasa, naryoqda odam ko'p bo'ladi. Nima ekan deb borib qarasa, tovuq bo'ladi. U tovuq 3 ga 2 ni qo'shsa necha bo'ladi? Simda cho'qtir 5 cho'qiydigan bo'ladi. 3 ga 3 qo'shsa-chi, cho'qtir 6 ni cho'qiydigan bo'ladi. Oxiri haligi otaravani haydab yuradigan semiz mushuk bor-ku, haligi invalid xo'rozga tovuqga almashib boradi.